Amerika Avam Palatası yaqında ikki partiya a'zolari birdek qo'llagan sharoitda Xitoyni taraqqiy qilayotgan davlat kategoriyasidan chiqarib tashlash haqida qaror oldi. The PRC exploits their developing country status by applying for development assistance and loans from international organizations, despite spending trillions of infrastructure projects in developing countries as part of their debt trap diplomacy scheme known as the Belt and Road Initiative. In fact, PRC's withdrawal of loans takes away from actual developing countries and helps the PRC finance its Belt and Road program. Obzorchilar birdek bu holni xalqaro sharoit va Xitoyning amaliy ahvoli keltirib chiqargan reallik deb qarash bilan birga, bu hol Amerika hukumatining Xitoyga bo'lgan nafratining texim eshib manganligining bir turlik ifodasi deb xulosa chiqargan. Forbes jurnalining 29 may sonida e'lon qilingan Milton Ezrati imzosidagi obzorda aytilishicha, Xitoy tunji bo'lib dunyo savdo tashkilotiga a'zo bo'lgan 1999-yildagi reallik haqiqatanmi Xitoyning taraqqiy qilayotgan davlat deb qaralishini taqozo qilgan. Chunki shu vaqtdagi Xitoyning o'rtacha kirim saviyasi, import va eksport saviyasi, mablag' solish sohasidagi ahvol birdek uning boshqa ko'plagan davlatlarga o'xshash taraqqiy qilayotgan davlat ekanligini namoyon qilgan. Halbuki o'tgan 20 yilda Xitoyning ahvolida g'oyat zo'r o'zgarish barliqqa kelgan. Xitoy tezdan dunyodagi ikkinchi zo'r iqtisodiy quvvat sohibi bo'lish bilan birga 2022-yilning o'zida 20 trillion Amerika dollarlik mahsulot ishlab chiqargan. Xitoydagi davlatlik o'rtacha kirim saviyasi hozir 12 ming Amerika dollariga yetgan bo'lib, Dunyo bankisi yuqori kirim saviyasi deb bekitgan 13 ming Amerika dollarlik o'lchamga yaqinlashgan. Xitoyning import va eksport miqdori dunyoning 20%ni, mablag' solish ko'lami va miqdori dunyoning 8%ni tashkil qilgan. Xitoyning bir balbaq bir yo'l qurilishiga solgan mablag'i 850 milliard Amerika dollariga yetgan. Mushundaq taraqqiyot saviyasiga yetib bo'lgan Xitoyning davomli turda o'zini taraqqiy qilayotgan davlat kategoriyasiga mansub qilib turib, Dunyo bankisi va xalqaro organlarning iqtisodiy yordamga erishishi navbatda barg'ansiri ko'p qarshi fikrga duch kelishga boshlagan. Texmi muhimi taraqqiy qilayotgan davlat degan qalpoq ostida Xitoy dunyo savdo tashkiloti bekitgan import-eksport boj miqdorini o'zgartirish, iqtisodiy sohalar uchun to'lam elish, xalqarodan qarz elingan g'oyat zo'r miqdordagi mablag' uchun to'lanadigan o'sim nisbatini tövallatish degandek ko'plagan turlardan manfaatlanish fursatiga erishib olgan. Amerika Avam palatasining bu qarori e'lon qilingandan keyin Xitoy hukumatı buningga qattiq norozilik bildirgan. Xitoy hukumatining kaniyi bo'lgan Yarshar vaqt gazeti bu vaqtda obzor e'lon qilib, bu qaror davlatimizning taraqqiyot xarajatini oshirib, bizning qurbimiz yetmaydigan xalqaro majburiyatlarni ustimizga elishga majburlashdan boshqa ish emas degan.